Oho. Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Bu mashina kimniki? Mashina yeng kelgan qo'shniniki. Ja seryozni odam ekan lekin. Ha, seryoz deding. Mana chiqdim. Hozir bir 15 minutlarda boraman, xo'p? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr. Bu mashina siznikimi? Ha, meniki. Sal noqulay joyga qo'yib qo'yibsiz. Bu anta bo'sh joy bor ekan. O'sha yoqqa borib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Sig'mayapsanmi? Ma. Aqlingga solib qo'y. Jahli chiqmasin. Men ham shu uyda turaman. Yangi qo'shni ekansiz. Bu podyezddachi bizdan tashqari yosh katta inson. Ey, menga qara. Kech qolman, qoch yo'limdan. Kattaroq joyda ishlaysizmi deyman, ha? Maxsus mashinaga o'xshaydi. Ey, tergovchimisan, namuncha surishtirding? Endi xodimlarga hamma narsa mumkin degan emasdir, bu to'g'rimi? Ha, yana mashinangizni shoxlarini, ruxsatnomasi bormi? Menga qara, hozir ko'rsatsam, yonasan. Mayli. Ma. Ol. Ko'rginde boshqa boshimni qotirma, tushundingmi? Xodimmisiz? Ko'rmayapsanmi? Ko'rdim. Hoshilov. Ey!